Mana ko'p odamlarda hovlisi bor, ko'p odamlarda xonadoni bor. O'shani demak bir yaxshi insonga sotmoqchi va bir yaxshi xaridorni demak chaqirish maqsadida, ya'ni demak sizlarga bugun Allohga ariza yozish texnikasini ko'rsatmoqchiman. Unga nima talab qilinadi? Eng birinchi navbatda ertalab turgandan keyin bir yaxshi g'usl qilib, bir 10,000 qadam yurgandan keyin o'sha qog'oz ruchkani olib, zo'r kayfiyat bilan, zo'r energiya bilan demak o'sha Allohga ariza yozish texnikasini yozamiz. Tepada yozamiz. Albatta siz tahoratli holatda bo'lishingiz kerak. Aziz va ulug' Alloh deb yozasiz. Qadrli Alloh, sendan cheksiz iltimos qilaman. No'maloqcha qilasizda tepaga yozasiz, muhr deb yozasiz. Misol siz niyat qildingiz, misol hovlingizda 150,000 dollarga sotishdi. Albatta sizni misol o'zingizda qanaqadir niyatlaringiz bor, maqsadlaringiz bor. Misol o'zingizdan o'zi sotmaysiz-ku hovlini yoki xonadonni. Tasavvur qiling, bir hafta ichida o'sha aytgan summangizga sotildi. Bir yaxshi xaridor keldi. Qanaqa minnatdorchilik bildirasiz? O'sha so'zlarni bu yoqqa gapiring. Chunki sizga, sizni buyurtmangizga, sizni energiyangizga xaridorlar boradi. Va bu arizani hech kimga demak ko'rsatmaysiz va hech kimga aytmaysiz. Shuning uchun albatta ya'ni demak yaxshi niyat bilan, ixlos bilan yozsangiz, Xudo xolasa demak yaxshi mijozlar keladi va sizni uyingizni xarid qiladi.